Assalomu alaykum, hurmatli jalpili YouTube ko'ruvchilar. Bugun 31-may 2022-yil No'qat shahridagi motorlarning bahosini bilamiz buyursa, cho'vorchi motor, pulsator. Andaqdan bizni videoda yana cheyin ko'rib, klass kommentariy yozib, o'y fikrlar yozib qo'yinglar. İşte turganı 6,5 ming so'm. 6,5 ming. 2800 so'm, 3000, 3200 so'm. Bu zaryaddan da, zaryad ha? Batareyka bilan ha? Ham batareyka, ham ruchnoy işte. Ruchnoy bilan batareyka. Motorchi mana cho'vorchilar. Cho'vorchilar 4,5 ming so'mdan tortib 7 ming so'mgacha bor. Qaysinisi 5 ming so'm, 6 ming so'm? Mana bunisi 4800 so'm. Bunisi 6800. Bunisi 5800 so'm. Narxida Titan degani bor, 7200 so'm. Bu 5800 mi? Bu yil qimmatroq ku. 5800. Oğlum yurtta veren yapın, bana özüm buranında. Çalgı qancha qaldingiz? 700, 100. Çalgı razmer 7 ekan ha? 700 ga. Özüm olsam, oğlum imanım. Motorlar qanchadan muddat? Motorlar 4,5 ming, 4200, 4,5 ming, 6 ming so'm. Ular kimlarcha berkinde? Elektroniklar. Elektronikalar 3 ming so'mdan 6 ming so'mgacha bor. 3 mingdan 6 minggacha, ha? Suv nasoslarchi? Suv nasoslar 1700 so'mdan 6,5 minggacha. Kichkinalari bularda Ular garantiya bormi yo'qmi negizida? Garantiya Yo'q ha? Xitoy tovarida garantiya. Xitoyda. Svarkalar. 5800 so'mdan 9000 so'mgacha. 5800 so'mdan 9000 so'mgacha. Az uka. 3200. 3200 deysizmi? Bu şuruper 36 volt dolar 3200 so'm ekan. Buna 16 voltchi. Taqsir. Bunisi 12 volt to'g'ri. O qancha volt? 2100. Bunisi 16 voltga 2900 so'm. Bu 3100, bu 3300 so'm. Temperaturlarchi? Temperaturlar 3900 so'mdan 6000 so'mgacha. Ular qaysinisi yaxshi bunda o'ta kuchlileri? Bunda jalpi, Bu Rolf'lar ham yaxshi firma. Bularda 2 tur, 3 turi bor. 3900 so'm, 4200, 5000 so'm bor. Bu ham yaxshi. Razmeriga qarab 24-26 razmer. Volgarkalarchi, volgarkalar. Volgarkalar 125 lik volgarkalar 1800 dan 3000 gacha. Aman 180 lik volgarkalar 3100 dan 4,5 ming so'mgacha bor.